Ha? Papa. Mening imam qani, imam balam qani. Dada, seni hakikaten seviyorum. İyice bir çıkarcıdım ha. Dilara, Ha aka? ben birden bir sıtkı çıkıp birden aramayıp gireyim. Bo'ldi, Sen dükkanını aramayman. kaçtın lan. Bo'ldi. Mening imam qani, imam balam qani. Ha, cho'ng opa yaxshimisiz? Ha, qanday olasiz balam? Oğlunuz yaxshimi? Yaxshi turamsiz? Yaxshimi? Imam yo'q ku balam. İmam kamsiz sal charchab qolibdi-ku. Sirtga chiqib bir aynib kirib Aşk ketdi. oyuncağıya çıkıvattı da bu yana çarçaptı da bu. Siz shu birim o'tirib turadi-kanda. ma'qul, Yili kira balam, qalamdiki. ma'qul. Çarçap ketibdi da bu. To'g'ri buni çarçı. Çarçı dey bu. Voy çarçaşlar ig'ir hozir. Bo'pti. Men eshagi chiqib boqay. Qo'njayga chiqyapti da bu bola yana. Buning charchig'ini rost. Charchi dey bu. Men eshagi chiqib boqay, buni izlab boqay. Adem balı olğaqda hiç bunun qadriga, qimmətiga yetməyimiz ki. Çoğu olğaqda qadr qimmətiga yetməyimiz. Hər bir çarçığa vaxtlarımda dadamını əsləyim. Bugün həqiqətən dadamı sevdim. Dadam çarçı deyim desə, nem deydi ki deydim. Dadı boğanda birisi balam deydi. Bana bugün gündə dadı boğanda dadının məcburiyyətinin nə qədər eğər ikənligini bana mən burada es qıldım. Həqiqətən dadımı Teskin. Dada, seni hakikaten sevindim. Yedim o. Şunda bir kadirli, kıymeti var. Anam bu kaptı dadamның yo'qligini bildirmey. Yana apam hem dada hem anam bu kelyapti. Rahmat şu anamga. Imam. Ha? Papa. O'tirib ketibsan. Qanday yaxshi papa. Bu yoqqa kelib qoldim. Qanday bu yoqqa kelib qoldim? Do'kon kirsam say yo'q. Ha. Shu mishadimiki bu balam deb mishay keldim bo'lsa ham. Rahmat. Mishayga izlab chiqib sana. Shu birdan charchab qolibdimi? Onun ustiga dadamni eslab qolibdimi? Ha. Amal yo'q ishlar, amal yo'q balam. Charchig'ining bu siras. Charchig'ining aniq charchash degan mush hayotning davomi balam. Yaşayman deydi ekansan, odamdek charchishing kerak. Mana bu charchiday bo'ladi. Sen yaxshi o'g'il, yaxshi dada. Shuning uchun sen charchayapsan. Bu charchiganlarning bir kun rohatlik bo'ladi balam sana. Hech qanday ish qilmay men charchidim deganlarning hammasi charchiganlik emas. Avval ota-onasining, balvaqisining, oilasining o'disidan chiqib, rasmiy dadaga o'xshash işlerini tepip qilib charchisa, haqiqatan yashashning yo'lini bildi degan gap. Shuningga mushu yashash uchun charchash kerak. Charchaganingni bilib turma bolam. Mening shu charchiganlarim mana sening bir ishga qizmishdaq menga yaxshi gaplaringdan ta'lim edib, mening odig'im chiqib qoldi. Juda endi sen kishi qilsan, ikkimiz ham asto bir mangay. Men beqib kelamsan. Her qatam kelsam odig'imni sen olasan. Rost. Meninkini sen olsa bolam. Sen ba uchun men mushundaq mukammal bir ona o'tira olayapman. Menmi shu opa? Her qachon, her vaqtda mening o'g'lim qishimda imom ba deb yashayapman. Menmi shu opa? Ne gapirsa, ne de iman qilsa, Aspiri bakkan ana Vücudumga güç bergen ata Aspiri bakkan ana Vücudumga güç bergen ata Varlığı